Assalomu alaykum aziz kuzatuvchilar. Xo'p, bu ta'limiy platformamizni foydalanishni sizlarga ko'rsatib o'tamiz. Bu yerda demak, bu yerda matematika, rus tili, ingliz tili, kimyo, informatika, biologiya, tarix, ona tili, adabiyot fanlaridan testlar tuzilgan. Xo'p, ruscha, inglizcha, o'zbekcha demak ishlatish mumkin. Xo'p, bu yerda Telegram guruhimizga qo'shilishingiz mumkin. Bu yerda Instagramimizga, ya'ni Instagramimiz, Telegram ijtimoiy tarmoqlarimizga obuna bo'lsangiz, saytda berilgan yangilanishlardan xabardor bo'lib borishingiz mumkin. Har qanday savol va takliflar bo'lsa, albatta bizga Telegram bilan bog'laning. Biz sizlarning taklifingizdan kelib chiqib, albatta kerakli yangiliklarni kiritamiz. Xo'p, boshlaymiz esa uni. Matematikaga kiramiz. Bu yerda qo'shish, ayirish, bo'lish, ko'paytirish amallaridan foydalangan holda misollar tuzish mumkin. Xo'p, qo'shish. Bir vaqtni o'zida ham qo'shish, ham ayirishdan amallardan misollar kelishi uchun shularni belgilab kirish mumkin. Yoki faqat bitta amaldan kelsin misollar desangiz, bitta amalni ham belgilab kirishingiz mumkin, boshlashingiz mumkin. Bu yerda biz mana misol uchun qo'shish va ayirish amallari birgalikda tuzilgan misollar kelsin deb kelgisini kiritamiz. Demak, sinflardan kelib chiqib qiyinlik darajasi oson bo'ladigan bo'lsa, bir xonali sonlardan tuzilgan misollar, o'rtada misol ikki xonali raqamlardan, ikki xonali sonlardan tuzilgan misollar beriladi. Va qiyinda demak 3 va ko'p xonali sonlardan tuzilgan raqamlardan tuzilgan, ya'ni misollar ko'rishingiz mumkin. Keyingisi, bu yerda jamoa nomlari, misol sinfni guruhga bo'lib turib, ikkita guruhga, misol uchun birinchi A guruh bo'lsin va birinchi B guruhlar o'rtasida bo'layotgan bir musobaqa bo'lsin. O'yinni boshlashni bosamiz. Ko'rib turganingizdek, o'yin boshlanadi. Misollar to'g'ri javob bergan sari raqam o'sha tarafga tortiladi. 5 dan 2 3. Tak 17 9 7 4. Ko'rib turganingizdek, birinchi B g'olib bo'ldi, jamoasi g'olib bo'ldi. Qayta o'ynashga o'tamiz. Bu yerda yana boshdan boshlashimiz mumkin va qaytib asosiy menyuga qaytib rus tilini ko'rishimiz mumkin. Rus tilida ham jamoalar kiritamiz yoki kiritmasdan ham davom etishimiz mumkin. Ko'rib turganingizdek, bu yerda savollar keladi. Javob bergan sari demak o'sha tarafga tortiladi raqam. Bu yerda albatta bizning Telegram, Instagram ijtimoiy tarmoqlarimiz, biz bilan bog'lanishingiz mumkin. Har qanday takliflar, savollar bo'lsa, albatta biz bilan bog'laning. Yana qaytamiz, ingliz tiliga kirishimiz mumkin. Ingliz tilida ham xuddi shunaqa savollar va javob variantlari beriladi va javob berishingiz mumkin. Yana qaytamiz. Kimyo, informatika, biologiya, demak hammasini foydalanishingiz mumkin. Telegram, Instagram, YouTube ijtimoiy tarmoqlarimizga albatta obuna bo'ling. E'tiboringiz uchun rahmat. Bizni kuzatishni davom eting.